Bugün Çislak 2021 3. ayının 2. günü vatandaş. Yukarı leksiyanın devamı. Devamı yani atalmış bir cüngül siyasının vakti öttü. Atalmış bir cüngül siyasının vakti öttü. Ötken yıllardan başlap depkili vatımız hazırgıça bugün yani bu kanun layığı oturgu çıktı. Atalmış bir cüngül siyasının vakti öttü. Tayvan halkıgımı, Amerika'gımı hiç kanda paydası yok. Bir cüngül siyasının Tayvan halkıgımı, Amerika halkıgımı hiç kanda paydası yok. Bir cüngül siyasında hazır kar yallıkını aksiyatırıp birelmeydi. 70 yıldan beri Tayvan izcel, ilgilik hukuklu, müstakil devlet ornada turup geldi. Onundan başka bu karar layığının mezmunu yana mındak görüştüldi. Prezident Trump Tayvan'a harbiy kural yaraq setip berişini tasdiqlab, hem de partiya guruhlardan alqan kanun layığına imza koyup, Amerika Tayvan yuqori qatlam rahbarlarining o'zaro aloqa munosabatlarda bo'lishi, hamkorlashishni kengaytirdi. Sobiq prezident Trump. Tayvan yana Amerikaning qadinasi do'sti. Hem xalqaro jamiyatning mas'uliyatchan va salobatli a'zosidir. Mushu sabablarni nazarga olganda davlat majlisi qarorida mundaq ta'kidlaydi. Amerika Tayvan xalqining demokratiya, fuqarolik erkinligi hamda kishilik huquq to'g'risidagi va'dalarini madhiylaydi. Shunlashqa Kengash palatasi qo'shilgan ahvolda davlat majlisining fikri tuvandikcha. Birinchi, prezident Konarab yo'liga chiqib ketgan bir cüngül siyosatidan voz kechib, Tayvanning mustaqil obyektiv realligini e'tirof qiladigan Tayvan cüngüning boshqarishiga uchramagan yoki Jonghua Xalq Jamhuriyatining tavaligida bo'lib boqmagan deydigan siyosat qo'llanish kerak. Ikkinchi, prezident tabiiy qonunliq demokratik saylam bilan vujudga kelgan hukumatni e'tirof qilib, Amerika Tayvan munosabatini normallashtirib, Tayvanning bosh elchi avatishi va Tayvanga bosh elchi avatishi va Tayvan Amerikaga avatgan bosh elchini qabul qilishi kerak. Uchinchi, prezident iqtisodiy ta'sis prezident ixtiyoriy ta'sis qilingan organlar ko'rsatkichini bekor qilishi kerak. Bu ko'rsatmalar Amerika bilan Tayvan amaldorlarining o'zaro normal aloqa munosabatlarini cheklab qo'ydi. To'rtinchi, Amerikaning savdo vakili Tayvan bilan Amerika Tayvan erkin savdo kelishimini rasmiy suhbatini boshlash lozim. Beshinchi, prezident Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy turishliq vakili va aloqador Amerika amaldorlari tadbir qo'llanib, Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa Amerika qatnashgan xalqaro tashkilotlarga rasmiy a'zo bo'lishini tashabbus qilish. Qaror loyiha o'ttirib qo'yish bayonotida Tefane mundaq ko'rsatdi. Bu o'rtaq qaror loyihaning o'ttirib qo'yilgan vaqti dal 1947-yil 2-oyning 28-kuni Tayvanda, 2-oyning 28-kunida yuz bergan voqeani xotirlash kuniga to'g'ri keldi. On minglagan Tayvan xalqi 2-oyning 28-kunida shu yillarda zo'r qirg'in qilish voqeasida harbiy garnizon qismlarining qirg'in qilishiga uchragan edi. Bu kun doim degudek Tayvanda demokratik burilishni ishga oshirgan yoki keltirib chiqargan voqea deb atiladi. Hozirgacha shunda atiladi.